Assalomu alaykum hamma bilan sizlar bilan The Cardinal YouTube kanalimizga obuna bo'linglar. Juda obunachi kam. 21 ta obunachi. Sizlar uchun hamma narsa qilyapmiz. Men qanday topolmasangiz YouTube'ga qadirovga kirib katta chiziqcha qo'yasiz, 3 ta R terasiz. Hammasi kattada bo'lsin. Shunga obuna bo'lasiz va yana kirib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yasiz. Undan so'ng hamma videolarga like bosib chiqasiz. Shu bilan Telegram kiramiz. Telegramga qidiruvga kuchukcha 0912 desangiz mana shu bizning rasmiy kanal. Boshqasiga kirib ketibdi. Shu kanalga kirasiz. Hamma PUBG'dan qanday qilishni o'rgan, ishlashni xohlaydi. Shuning uchun men bir cho'tga ishlaydigan VPN stilga linkini qo'yganman. Ana shunga kirasiz. Android uchun. Mana shu agar iPhone da o'ynasangiz, iPhone ga ham chiqadi mana. Men Android bo'lgani uchun Android ga kiraman. Hamma bilsa kerak, Google Play bilan Play Store ham. Android telefondagilar Android uchun Play Market kirasiz, mana shu ilovani o'rnatasiz VPNni. Ana shu Play Marketni o'zim izlab o'tirmayman. Men almashtirganman akkauntimda. Bonus challenge ochiladi. Unda Erangel o'ynaysiz, ochko to'playsiz, yerdan kiyim, оружие, UC'lar olasiz. Undan so'ng bemalol AirPods'ingiz bo'ladi, boshqa narsa qilsangiz bo'ladi. O'rnatilyapti. Qaysi regionga almashtirishlargacha ko'rsataman o'zim. Kiryapti. Siz bunga ruxsat berib o'tirmang. Bu pulligi X bor, X ga kirasiz. X'ni bosasiz, ana shu X'ni. Kerak emas bu sizga pulli. Boshda o'rgatadi. Buni hozir yo'qmi deb kirasizda juda pastga tushirasiz. Hozir qaysi bir edi? Arabic ishqi mana shuda qarang. Yaxshilab qarang. Tushunib o'yna bu. Mana shu kerak sizga. Buni kirasizda 83. 83 ga qo'yib qo'yasiz bo'ldi. PUBG ga kirasizda. Birolarda o'zgartirish sanasi bor. O'zgartirish sanasi tugagandan keyin regionni almashtirsangiz bo'ladi. Men almashtirganman, prosta hamma bitta akkauntimda. Bugun o'shani o'yinni ham chiqardi. Video cho'zilib ketmasligi uchun mana PUBG ga kira oldik. Akkauntga e'tibor bermaysizlar. Bot akkaunt. So'zimga kirasizlar. Mana shu o'zgartirish chiqish kerak. Hozir joriy davlat O'zbekiston. 13 kundan keyin o'zgartirib oladi. Hozir yana PUBG ga ham kiryapmiz. Mana bunda
o'zgartirilgan. Sizlarga spot bilan ko'rsataman bu akkauntni. Region O'zbekistonda aytib o'tdim boshida aytib o'tganman, regionni Birlashgan Millatlar Amiriga o'tkazasiz. Men o'tkazganimga 4 kun bo'ldi. Sizlar просто подписка qo'yinglar, PUBG'ning o'zidan qanday yuza ishlash, hozir endi o'zgartirish mumkin. Sizlarda ana shu kirsangiz O'zbekiston deb turadi. Shuni VPN kiramiz, VPNga, sразу VPNga kirib, VPNni yoqtiramiz. VPNni yoqamiz. Nimaga aytishlaringiz mumkin? VPN nimaga yoqib kirmading desa, VPN slabее ishlaydi. Internet sekin juda. Shuning uchun yoqib kirmanglar, sizlarga maslahatim. Ping yaxshi ishlamaydi. Boyagi Arabic Emilitiga kirib 83 ta qo'yasizlar. Yo'q, boshqa davlatniki 80. Farqi yo'q, 80 mi, 83 mi? Men yoqibman. VPN paydo bo'ladi, aktiv bo'lsiz. Tamom, yondi VPN. Endi sразу PUBG'ga kiramiz, tezroq. Iloji boricha tezroq kirish kerak. Ana shu yerga o'tib, almashtirish Birlashgan Millatlar Amirligi deb chiqadi. Shuni almashtirib qo'yasizlar, bo'ldi, tamom. Endi hozir VPN shuni ishlagani uchun internet sekin ishlayapti. Almashtirganlaringizdan keyin tamom. Boshqa narsa qilish shart emas. Ichida kamida 30 UC bo'lish kerak. Men bugun 100 solaman. 100 solganimni o'ynaymiz. UC lobbilar bo'ladi. Tamam, siz подписка qilsalaringiz bo'ldi. Descarguen este juego que está bien bueno. Reklama ko'p bo'ladi. VPN deganda sizda noto'g'ri yozmanglar, kommentariy bang'illab ketadi, bilaman. Bam deydi. Bu bezbam, hamma qiladi bunda. Hamma qilib o'ynaydi. To'xtatib turing. PUBG'ga kiryapmiz mana. VPN o'chirdik. Endi matchlarga kirasiz. Bonus challenge. Agar davlatni almashtirmagan bo'lsangiz, bu ochilmaydi. O'zbekiston, Fransiya boshqasiga almashtirib qo'ymaydi. Sizga maslahatim shu Birlashgan Millatlar Amirligi davlati tursin. Almashtirmayman undan. Mana almavjud emas. Soat 4 ga boshlanadi. Mana UC bo'lish shart sizga. UC nima uchun kerak? Mana jeton olasiz. 3 ta jeton olasiz, mana 3 ta o'yin ketadi. Ana shuni 30 UC ga olasiz. Uni mana yerda ochko beradi o'yindan chiqqaningizdan keyin. Top 1 olib chiqsangiz, bemalol 4000 UC olasiz. Redim, mana bu yerda avtomat kiyim hamma narsa olsangiz bo'ladi. Mana redim. O'rtadagi menyu birinchi belgilaganim. Bu 6000 UC. 6000 coin. Bu 1000 UC. 1000 coin. 3000 UC, 3000 UC 3 coin bo'ladi. 3000 coin. Kimlar bor? Men endi
Mana shuni ishda olasiz. Mana shunga bitta bosasiz, o'yin boshlanadi. Boshlangan paytda shunday bitta bosasiz, registratsiya qilasiz. 60 odam yig'ilsa tamom. Bo'ldi, kutib o'tirmaysiz. Hammaga obuna bosib qo'yinglar, like, obuna, shuncha mehnatim ketyapti sizlarga, vaqt ketyapti, mayli, sog'inglar.